Assalomu alaykum og'alar, qadrli kuzatuvchilar. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman, faqat to'g'ri tushuninglar. Kim qanaqa tushunib olishi o'ziga bog'liq. Xo'p, hozir nimani ko'rsatmoqchiman sizlarga? Xullas, reytingga kiramiz. Reyting Ultimate reytingda top 1damiz. Xudoga shukr, ko'rib turibsizlar. Bu 3 sezondan beri top 1da turibmiz. 2 sezon top 1da ushlab qoldik. 3-sezon ham shuni harakatidamiz. Top 5dagi akkaunt bo'lsa Iran nick bilan Iran flagi qo'yilib qoldi. Bu o'sha ko'pchilik mana shu isqirtni gapiga kirib bizga haterlik qiladigan bir IBAN streamerimiz bor. O'shaning akkaunti o'zi bilganlar bilib bo'ldi kimnikiligini. Bu narsa nafaqat men rank up qilganimligim uchun mana nicklari, flaglari o'zgarib ketgani real yoqmadi, chunki bu rank upchilarda shaniga bo'ynay qilayotgan mehnatiga dog' tushiradi-da. O'zlari o'zbeklar o'zlari rank ko'tarmas ekan, eronlikka, turklarga ko'tartirar ekan degan xayol bo'ladi. Boshqa davlatdagi rank kuzatadigan insonlarning nazarida shunaqa xayol bo'ladi. Bizga klassikda bor 20 tadan ziyod mana o'zbeklar o'zlari 20 soatlab o'ynab, 24 soatlab o'ynaban top 3da turishibdi ketma-ket. Qancha rank upchilarni nomiga dog' tushiryapti-da bu isqirt. Apchkalarim deyman-ku, o'sha odamlar tomosha qiladigan, o'sha odamlar paddishga qiladigan odamning akkaunti eronlik isqirtga bergan. Teparoqda turish uchun eronlik ko'tini qo'pol bo'lsa ham, ko'tini yalab bo'lsa ham, teparoqda turish uchun akkauntni bergan. Bu nicklarini o'zgartirib, flaglarini o'zgartirib oldi. Bu narsa juda ko'pchilikka yoqmadi mana. Nimani populyarnistda ko'rsanglar bo'ladi, Ali Padarkush nimadirlar, sektorda o'g'li Ironni haromlaychasi, yana uzbuni sotgan haromi Mamatni o'g'li emas bo'lib ketgan. Shundan keyin ham mana menga mana shu videoga, sektor teamga shuncha mehnat qilib o'zbeklar nomini tepaga olib turib, top 1da o'zbeklarda degan narsani mana endi reytingda, Ultimate reytingda 3 sezondan beri ushlab turgan komandaga negativ bo'lsanglar, sizlarga hech qanaqa gapim yo'q. Sizlar xudo urib ketgan, sha'ni g'ururi, or-nomusi yo'q insonsizlar men uchun. Unaqa insonlarning gapi ham emas. Ko'zni ochinglar, to'g'ri auditoriyani tanlanglar, to'g'ri insonni kuzatinglar. Har xil g'ala-suda gaplarga ishonmanglar. Bu reyting, ko'ting chidasa o'yna, ko'ting chidamasa o'ynama deyman-ku. O'zbeklar so'kib videolar chiqargan isqirtlar mana shu eronliklar bo'ladi. Mana shu isqirtlarga akkauntini berib, hazor qildi, hamma tomonda sharmanda qildi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlar nimaga chiqmaysizlar degan savollarga mana javob. Shunaqa ko't, haromxo'r o'zbeklar ko'tini kavlaydigan isqirtligini bilganimiz uchun ular bilan chiqishmaymiz. Aslida O'zbekistonning nomini top 1da ushlab turgan bu sektor team bo'ladi. Publikda ham bizdan keyin hech kim maksimal tez qilib top 1da turgani yo'q. Biz turganmiz, Ultimate'da ham 3-sezon mana top 1damiz, xudoga shukr. Va bundan keyin ham nasib qilsa faqat top 1da O'zbekiston flagasini ushlab turishga harakat qilamiz. Og'alar, sizlardan paddishga biz bosaveramiz, gazini bosaveramiz. Hammaga rahmat. Bo'lmasam og'alar, videoni ko'rib o'zingizlarga tegishli fikr, mulohaza chiqarib olinglar. Hammanglar katta odamsizlar.